Ekraningizda ko'rib turibsizlar. Complaint letters, ya'ni shikoyat xatlari degan mavzumiz hozir sizga ko'rinayotgan bo'lishi kerak. Hop, demak, rasmiy va norasmiy xatlar orasidagi farqni so'ragandim. Kommentariyani o'qiyman. Mana nimani bo'pti. Informal do'stiga rasmiy va norasmiy, notanish odamga formal biror tashkilotga deyishibdi. Yaxshi. Demak, o'zi complaint letters bu birinchi darsimiz bo'lgani uchun xat yozish bo'yicha va xatlarni ikki turga bo'linadi deb ham sizlarga xatlarni ikkita turi haqida ma'lumot berib ketmoqchiman. Birinchisi formal letters, ya'ni rasmiy xatlar. Rasmiy xatlar biror bir korxona menejeri yoki direktori yoki o'qituvchi yoki doktorlarga yoki qo'shnilarimizga, xullas bizga yaqin bo'lmagan notanish kishilarga yoziladigan xatlar hisoblanadi. Aytishinglar mumkin, o'qituvchimiz notanish emas-ku. O'qituvchingiz notanish emas, lekin sizni oila a'zoyingiz ham emas, yo do'stingiz ham emas. O'qituvchingizga hurmat bilan muomala qilasiz, to'g'rimi? Formal letters bo'ladi shunda. Yoki aytishingiz mumkin, qo'shnilarimizcha. Qo'shnilaringiz ham, конечно, siz taniysiz qo'shnilaringizni, lekin qo'shnilaringiz ham yaqin do'stingiz deb qabul qilinmaydi xat yozguncha. Ularga ham rasmiy ohangda murojaat qilishingiz talab qilinadi xat yozguningizcha bormi. Demak, mana shunaqa biz tanimaydigan yoki bizga unchalik yaqin bo'lmaydigan odamlarga biz formal letters yozishimiz kerak ekan. Rasmiy xatlar bilan murojaat qilishimiz kerak ekan. Hop, ana endi rasmiy xatlar bilan murojaat qilganingizda siz nima bilan boshlaysiz? Siz dear, ya'ni qadrli o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, Mr, qiz bola bo'ladigan bo'lsa, Mrs deb turib, uni ismini aytishingiz kerak bo'ladi. Name ismini. Hop, masalan, dear sir, endi ismini o'rniga masalan aytaylik, dear Mr Alex desangiz bo'ladi. Alex masalan. Alex. Yoki qiz bola bo'ladigan bo'lsa aytaylik, Sarah desanglar bo'ladi. Sarah, Alex. Hop, ana endi ismini bilmasanglar, o'sha yozayotgan odaminglarni, masalan, do'kon menejeriga yozishinglar kerak, lekin uni ismini bilmaysizlar. Unda siz dear sir or madam deb qo'ya olasiz. Shunchaki dear sir or madam. Va mana shu ohangda yozsanglar, yo bunaqa qilib ikkalasidan bittasi bilan boshlasanglar, demak sizlar formal tonda, ya'ni rasmiy uslubda yozayotgan bo'lasiz. Hop, va rasmiy xatlarni norasmiy xatlardan bitta katta farqi, rasmiy xatlarda hech qanaqa qisqartmalar ishlatilmaydi. Masalan, do notni don't qilib yozish yoki have notni haven't qilib yozish yoki is notni isn't qilib yozish umuman ruxsat etilmaydi, maslahat berilmaydi. Chunki bular informal emas, faqat informaldagina qisqartirish mumkin. Xo'sh. Ana endi ko'cha ohangida shiva so'zlaridan iloji boricha foydalanilmaydi. Masalan, shiva so'zlari bilan oladigan bo'lsak, xo'sh, bir qancha so'zlarimiz bor. Ular bizga norasmiy ohang beradi va xuddi o'sha so'zlarni rasmiy uslubda ishlatiladigan varianti ham bor. Sizlarga o'sha rasmiy va norasmiy uslubdagi so'zlarni, iboralarni bir qanchasini tashlab yuboraman. Qanaqa bir-biridan farq qiladi, qanaqa qilib yozishimiz kerak. Mana. Xo'sh. Kanalga tashlab yuboryapman. Bir-biridan farq qiladi. Siz bir ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, demak, qaysi biri formal, qaysi biri informalligini
bilib olsangiz bo'ladi mana shu jadvalimizda. Yanayam ustoz, yana bir qancha kengaytirilgan listi kerak desanglar, formal bilan informalni undan ham kengaytirilganroq varianti bor. Xo'sh, hozir uni ham man sizlarga tashlab beraman. Bir ko'rib chiqasizlar, именно yodlab olish shart emas u. O'zinglar uchun bilib olasizlar, qaysiton formal, qaysi so'zlar formal bo'ladi-yu, qaysi so'zlarni ishlatsak informal bo'ladi. Formal vocabulary va informal vocabulary. Multi-level tekshirguncha o'qituvchilar prekrasno shu narsaga qaraydi baribir. Qani bu formal so'z ishlatibdimi yoki informal so'z ishlatibdimi? Mana sizlarga yana formal vocabulary bilan informal vocabulary. Xo'sh. Hozir yana bittasini tashlayman. Formal letters, informal letters. Screenshot qilib tashlayman. Ko'rib chiqsanglar, o'zinglar uchun bilib olasizlar, qaysi so'zlarni ishlatish mumkin u, qaysi so'zlarni ishlatib bo'lmaydi. Shunaqa. Xo'sh, oladigan bo'lsak, masalan, mana shu listlardan oladigan bo'lsak, masalan, aytaylik, apologize so'zi. Apologize. Formal so'z hisoblanadi. Apologize. Uzr so'ramoq. Uzr so'ramoq. Bu formal, rasmiy ohangda uzr so'raysiz. Apologize so'zi bilan. Yana bu sorry so'zi bor. Sorry. Sorry so'zida uzr so'ramoq bu ham. Uzr so'ramoq, lekin informal, ya'ni norasmiy ohangda bo'lyapti mana. Yozib olganman. Xo'sh, xuddi shunaqa qilib ajratib so'zlarni ishlatasiz bolalar. Ana endi davom etadigan bo'lsak, sizlar bilan informal letters, norasmiy xatlar. Norasmiy xatlar bular do'stlarimizga, oila a'zolarimizga va yaqin qarindoshlarimizga yoziladigan xatlar hisoblanadi. Xo'sh, demak, do'stlar, qarindoshlar va oila a'zolarimizga, ya'ni biz yaqindan taniydigan, yaqindan biladigan insonlar yoki birga yashaydigan insonlarimizga ham bo'ladi. Xo'sh, informal letters bo'lganda siz hi yoki hello deb turib, o'sha odamning ismini aytib turib boshlab ketsangiz bo'ladi xatni. Yoki how are you, ya'ni qalaysan deb boshlab ketsangiz bo'ladi xatni. Hop, ana endi yo'q, xatni boshlashda how are you ishlatmaylar-da bolalar. Mana bu hi hello ni ishlatasizlar. How are you ni kirish qismida ishlatsanglar bo'ladi. Qalaysan deb hol-ahvol so'rab keyin yozib ketasizlar. Yo'q, qalaysan, men senga mana bu narsa uchun yozyapman. Masalan, how are you? I'm writing to you to invite you to my wedding party. Masalan, qalaysan, men seni o'sha to'yimga taklif qilish uchun yozyapman deganga o'xshab. Ana endi qisqartmalardan foydalanish kerak. Informal lettersda, ya'ni norasmiy uslubda yozish uchun mana bu don't yoki aren't kabi qisqartmalardan foydalanish kerak. Keyin boyagi so'z tanlaguncha ham hozir Telegramda tashlab bergan so'zlarimda foydalanish kerak. Именно informallaridan, norasmiylaridan. Xo'sh, ana endi har kunlik muloqotda ishlatiladigan va rasmiy bo'lmagan so'zlardan foydalaning deganman.
Osh. Ana shu joyigacha formal va informal letters haqida savolinglar bo'lsa, berib olinglar bor. Savolinglar bo'lsa, so'rab olinglar. If you have any questions, guys, you can ask. I'm ready to answer for your questions. I am here to answer for your questions. Do not hesitate to ask questions, guys. Precisely deyishibdi. Hop. Asosan qayerlarda ishlatamizda Jamshid Xoldarov. Asosan sizda boya aytib o'tganimdek, do'stingizga, akangizga, ukangizga, otangizga, onangizga xat yozadigan bo'lsa ishlatasiz. Formal yozayotganda informal ba'zi so'zlar ishlatilsa bo'laveradi. Abduhalil bo'laveradi. Bularni esa boshlanishini men ko'rsatgandek boshlaysiz va badilarda, конечно, formal, informal aralashtirib yozaversangiz bo'ladi. Faqat informalda qisqartmalardan qo'shib keting, formalda umuman qisqartmalardan foydalanmang. Siz o'rtog'imiz, qo'shnimiz bo'lsa qanday yozamiz? Qo'shningga yoz deyaptimi? Demak, siz formalda yozaverasiz. Rasmiy uslubda yozaverish kerak. Letter mavzusidan qanday formal, informalligini bilamiz. Shu kimga yoz deyotganiga qarab, qo'shningga yoz deyotgan bo'lsa formal, akangga yoz deydigan bo'lsa informal masalan. Do'stingga yozam informal. Ko'pchilik formal, informal o'zi qanaqa topilishini bilmasgan. Teacher essayni nechta turini o'rganib examga kirsa bo'ladi, 10 ta o'rganaman degancha umrim o'tib ketib qoladi. Bittadan turini o'rganib ham kirsangiz bo'ladi. Yaxshi yozsangiz, Luboyiga bitta struktura tushadi. Shu struktura bo'yicha yozib chiqasiz. Hop. Demak. Hop. Biz ma'lumotga ega bo'ldik, demak, formal, informal nima? Barcha savollarga javob berdim, so'zlarni ham tashlab berdim. Ana endi complaint letters o'zi qanaqa xat turiga kiradi? Complaint letters deganlar, bu shikoyat xati hisoblanadi. Ya'ni kimnidir ustidan shikoyat qilib siz xat yozsangiz, o'sha complaint letters deyiladi. Bunda ko'pincha siz foydalangan biror bir servis yoki sotib olgan mahsulotingizda muammo bo'ladi. Masalan, aytaylik, nimadir sotib olib keldingiz, uyga olib kelsangiz ishlamayapti. Yoki aytaylik, qaysidir restoranga bordingiz, restoranning xizmatidan ko'nglingiz to'lmadi. Yoki aytaylik, qayergadir sayohat qildingiz, samolyotda va o'sha aeroportning xizmatida ko'nglingiz to'lmadi. Именно mana shunaqa holatlarda siz complaint letter yozishingiz kerak bo'ladi va sizdan talab ham qilinadi complaint letter yozish. Hop. Men hozir sizlarga universal struktura o'rgataman. Istalgan xat turi, именно istalgani 7 ta 8 ta bo'lsa, любойni mana bu quyidagi strukturada yozasiz. Любойni. Не только complaint letters, endi faqat complaint letters. Istalgan xat turini hozir qarab tursangiz, men sizga yozishni o'rgataman bolalar. O'sha hammasini strukturasi bir xil ketadi. Demak, birinchisi greetings, ya'ni salomlashishdan boshlashingiz kerak bo'ladi. Salomlashish qanaqa bo'ladi ustoz desanglar, mana rasmiy xatlarda siz ismini bilmasangiz, o'sha odam yozayotgan odamingizni dear sir or madam deb yozasiz. Agar yozayotgan odamingizni ismini bilsangiz, rasmiy ohangda dear, Mr yoki Mrs deb turib o'sha odamning ismini yozasiz. Ana endi norasmiy uslubda bo'ladigan bo'lsa, hi yoki hello deb turib o'sha odamning ismini yozib davom ettirasiz.
norasmiy uslubda ismi bo'lmasa-chi, ismini bilmasak-chi desanglar, norasmiy uslubda ismini bilmaslik mumkin emas. Chunki siz o'sha yaqin odamingizga yozyapsiz. Ismini bilmasangiz, siz yaqin odamingiz bo'lmaydi-ku. Ana shunaqa. Xo'p, ana endi salomlashuv qismidan keyin introduction keladi. Ya'ni kirish qismi keladi. Xo'sh, kirish qismida nima yozamiz ustoz desanglar, salomlashib bo'lganingizdan keyin aynan mana shu xatni nima maqsadda yozayotganingizni aytasiz. Masalan, sizga xatda nima deydi, mavzusida berilgan bo'ladi. Masalan, sen nimadir sotib olding, o'shanda problema chiqdi. Sen qaysidir servisdan foydalanding, o'shanda muammo chiqdi deydi-yu. Siz o'shani kirish qismida o'sha xatda berilgan shart qanaqa bo'lyapti, o'shani boshqatdan yozib berasiz. Masalan, men nimadir sotib oldim, do'koningizda brak chiqdi yoki men servisingizdan foydalandim, aytaylik, ko'nglim to'lmadi. Shu, ya'ni xatda berilgan mavzusini boshqatdan yozib berasiz. Shu sizdan talab qilinadi introduction kirish qismida. Xo'p, aytaylik, masalan, bizdan birorta xatda mavzusi berilgan bo'lsa-da, mana xatda mavzusi qanaqa bo'ladi ustoz desanglar, mana xatda mavzusini sizlarga ko'rsataman. Biz yozmoqchi bo'lgan yoki yozayotgan letterni xat mavzusi. Letters of requests, complaint letters, shikoyat xatlari. O'z Telegramga tashlayman mavzusini. Qo'shniga informal yoziladi. Yo'q, qo'shniga informal yozilmaydi, formal yoziladi qo'shniga. Mana xatni sizlarga tashlab yubordim, bolalar. O'zimiz yozayotganni mavzusini hozir o'qib olinglar. Nima deyilgan u yoqda? Xo'sh, aytilishicha, you bought a TV a week ago. Bir hafta oldin siz televizor sotib olgansiz. But when you got home, you discovered it didn't work as you expected. Ya'ni sotib olib turib, uyga olib borganingizda siz kutganingizdek ishlamagan. Xuddi mana shu narsani men introductionda yozib olaman. Xo'sh, mana aytaman. I'm writing to complain about. Ya'ni men shikoyat qilish uchun yozyapman. Nima haqida shikoyat qilmoqchiman? The TV which I purchased in your store last week. Ya'ni o'tgan hafta sizni do'koningizdan sotib olgan televizorim haqida shikoyat qilib yozyapman. After bringing it home, uni uyga olib kelgandan keyin, I found out that men bilib qoldim, it had a faulty screen. Uni ekranida muammosi bor ekan. Faulty screen degani ekrani brak ekan degani, brak chiqqan, ya'ni nuqsonli chiqqan degan. Ko'ryapsizlarmi? Demak, men nima haqida shikoyat qilayotganimni aytdim. O'tgan hafta sizni do'koningizdan sotib olgan televizorim haqida shikoyat qilish uchun yozyapman. Uni uyga olib kelganimdan so'ng bilib qoldim, что uni ekrani brak ekan. Ana shu introduction bo'ladi, bolalar. Xuddi o'sha kirish qismini shartida menga aytganidek qilib yozyapman. Ya'ni bir hafta oldin televizor sotib olding, uyga olib kelib qarasang, sen kutganingdek ishlamadi degan-ku. Men kutganimdek ishlamadi degan joyini o'zimdan qo'shdimda, ekrani yaxshi emas ekan deb o'zgartirib ketdim. Mana shunaqa bolalar. Introduction, demak bizga berilgan shartga qarab yoziladi. Men shikoyat qilyapman deysiz, shartda nima haqida shikoyat qildik degan bo'lsa o'sha. Keyin aytasiz, uyga olib kelib qaraganimdan keyin bildim, uni nimasidir buzuq ekan deysiz. Shu bilan introductionimiz tugadi.
Introduction bo'yicha savollar bormi? Do you have any questions from introduction or not? If you have, please ask questions. Tushunarli deyishdi. Ana endi introduction bo'lgandan keyin bordi. Biz siz bilan bullet pointlarga o'tamiz sekin. Bullet pointlar nima desanglar, bullet pointlar men tashlagan mavzuga qaranglar. Telegramda tashladim-ku mavzusini. Introduce yourself deb qo'yibdi. Birinchi nuqtachada. Ana shu bullet point 1 bo'ladi. Introduce yourself. Ya'ni o'zingni tanishtir. O'sha bullet point 1. O'zingni tanishtir dedimmi? Demak, o'zimni tanishtiraman-da. Iloji boricha o'zimni qaysi tarafdan tanishtiraman? Iloji boricha men ularni klienti bo'lganimga urg'u qarataman. Men sizni klientingiz bo'lganman, unaqa deb birinchi ismimni aytaman-da. Ular bilan tanishlik tarafimda, ular bilan qanaqa bog'liqligimni aytaman. Xo'sh, mana qaranglar. O'zimni tanishtirayman. I am Temirov Bobirjon. Men Temirov Bobirjonman. I live in the neighborhood near your store. Sizni do'koningiz yonidagi mahallada yashayman yoki yaqinidagi mahallada yashayman. I have been buying various devices in your store for the last years. So'nggi yillarda men sizni do'koningizdan devicelar, ya'ni qurilmalar sotib olib kelaman. Since your goods are usually high quality, modomiki sizni tovarlaringiz yuqori sifatli ekan, I have become your client. Men sizni klientingiz bo'lib qoldim dedim. Ya'ni ularga tanishlik tarafimni yaxshilab tushuntirib berdim. Men shu mahallada yashayman. Sizdan sotib olaman oxirgi yillardan, chunki mahsulotlaringiz sifatli. However, shunga qaramasdan, biroq this time, bu safar I got strongly disappointed by your product. Sizni mahsulotingiz meni ancha-muncha hafsalamni pir qildi deyapman. Ko'ryapsizlar? O'zimni tanishtirib oldim. Men o'zimni tanishtirishim uchun qayerda o'qishim, qayerda ishlashim haqida gapirmayman. Imенно ularga bog'liqlik joyi haqida gapiryapman. Ya'ni ularni klientiman, qanaqa klientiman, qanchadan beri klientiman. Mana shunaqa narsaga e'tibor qaratishingiz kerak. O'zingni tanishtir degan bullet point bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni introduce yourself degan bo'lsa, mana shunaqa. Bullet point 1. Bullet point 1 haqida savollar bo'ladigan bo'lsa, bullet point 1 savollar bo'ladigan bo'lsa, so'ranglar bolalar. Nima tushunarsiz sizga bullet point 1 haqida? Ya'ni nima sizga tushunarsiz? Xo'sh. Bullet point 1 dan. Tushunarli, exactly deyishibdi. Demak, hamma narsa tushunarli. Bullet point 1 dan. Great. Tushunarli bo'lsa, ana endi bullet point 2 ga o'tamiz. Bullet point 2 da explain the problem degan ekan. Ya'ni o'sha muammoni tushuntirib ber degan ekan. Explain the problem. Endi muammo nimadaligini tushuntirish kerak bo'ldi. Ya'ni televizorni uyga olib keldim, uni yoqib ko'rdim. Yoqib ko'rganimda nimadir bo'ldi deb muammoni yaxshilab detalni tasvirlab berish kerak. Mana qarasangiz, the problem is that deb boshlaganman. Muammo shundaki, when I tried to turn the TV on, men televizorni yoqishga harakat qilganimda, the screen flashed once. Ekran bir marta shunday yarki bo'lib ketdi. Flash degani bir marta chaqnadi degani. It didn't show anymore. Keyin u boshqa ko'rsatmay qoldi deyapman. Bitta chaqnab boshqa ko'rsatmay qolgan. Vaziyatni yanada yaxshiroq tushuntiraman. O'sha nimadir yana harakat qildim buni yoqishga. Mana aytyapman.
no matter how hard I try to switch it back. Xo'sh, man uni qayta yoqishga qanchalik qattiq harakat qilishimga qaramasdan, my efforts were useless. Mani sa'y-harakatlarim foydasiz edi, deyapman. Useless. I think, man o'ylashimcha, the TV was equipped with a faulty screen. Mani o'ylashimcha, o'sha televizor ekrani brak bo'lgan, deyapman. Which prevented it to function properly. Ya'ni o'sha televizorni o'zini funksiyasini bajarishdan mana shu narsa to'sib qolgan. Faulty screen deyapman. Ko'ryapsizlarmi? Demak, explain the problem deganda man yaxshilab aytib berdim. Uyga keldim, yoqdim, ekrani yarki bo'lib ketdi, shu bilan qayta ko'rsatmadi. Qancha harakat qilsam ham keyin yonmadi. O'ylaymanki, muammo mana bu narsada deb tushuntirib berdim. Bullet point 2, explain the problem. Mana shundan iborat bo'lyapti bizda. Xo'sh, bullet point 2. Ikkinchi bullet point. Savollar bo'lsa aytinglar. Bullet point 2. Qani? Bullet point 2 da savollar bor. Tushunarli. Shu yerda yozib yuboring, iltimos. Tushunarli, yes. Bo'ldi. Tushunarli bo'ladigan bo'layotgan bo'lsa, gap yo'q bo'ldi. Dальнейшее davom etamiz sizlar bilan. Hop, davom etadigan bo'lsak, bizda 3-bullet point qolyapti. 3-bullet pointda aytilganki, state what action you would like from the company. Ya'ni kompaniya senga nima qilib bersa, o'shani ayt debdi. Конечно, kompaniyaga aytilsa, endi yo pulimni qaytarib berasan, yo o'sha narsani almashtirib berasan. Agar qilib bermasang, sudga beraman deysizda. Mana qarang. I would like you either to refund my money, yo pulimni qaytarib berishingni xohlayman, or replace this non-functioning TV with a proper one. Yoki mana shu ishlamaydigan televizorni normalnisiga, ya'ni proper degani normalniy degan, proper one, yaxshisiga almashtirib berasan deydi. Va bu yog'ida qo'rqitish ketyapti mana. If you do not respond me in 3 days, agar 3 kun ichida javob bermasang menga, I will have to take legal measures. Men qonuniy chora ko'rishga majbur bo'laman dedim. Demak, imенно mana shu 3-bullet pointda yashil joylari ko'p, ya'ni o'zingiz просто takka yodlab olib, keyinchalik ishlatishingiz mumkin bo'lgan joylari ko'p. Xo'sh, ana endi bullet point 3 qisqacha, lo'nda va tushunarli deb o'ylayman. Ana bitta so'rab ko'ringchi, tushunarlimi bullet point 3 bolalar? Tushunarli bo'lsa ha ustoz, tushunarli bo'lmasa yo'q ustoz, tushunarsiz. Давайте. Bullet point 3. Sizda ham shikoyat xati tushadigan bo'lsa, bullet pointni mana shunaqa nima deydi? Kompaniya senga nima qilib bersin degan joyda xuddi manikidek qilib yozsanglar bo'ladi. Yetib keldi kallaga. Albatta, yes deyishibdi. Great. Zo'r o'tasiz ustoz darslarni deyishibdi. Rahmat, Jessica. Dальше davom etamiz. Ana endi bizda conclusion, xulosa qismi qolyapti. Xulosa o'zgarmas fraza, hech qanaqa tushunarsiz joyi yo'q. Ya'ni siz yozib berishingiz kerak xulosaga. Men sana eng javobingni tezroq kelishini kutaman deb. I will be looking forward to your quickest response. Ya'ni men sendan javob olishni, eng tezkor javob olishni will be looking forward degani intizorlik bilan kutaman, ya'ni sabrsizlik bilan kutaman degani. Va yours faithfully, sizni o'sha qadrdoningiz yoki sizni mehriboningiz yoki nimadir hurmat ila Temirov Boburjon deyapti.
Mana shunaqa qilib, bitta letterni bir necha bo'laklarga bo'lib yozdik. Ana endi mana shu bo'laklarni umumiy birlashtiradigan bo'lsak, mana bunaqa ko'rinishga kelyapti u hozir. Dear sir or madam, qadrli sir yoki madam, I'm writing to complain about the TV. Deb xullas introduction, mana bu yoqda bullet point 1 ga javob berganmiz. Mana bu yoqda bullet point 2 ga javob berganmiz, muammo nimadaligini aytib. Mana bu yoqda bullet point 3 ga javob berganmiz. Bullet point 3 da xullas kompaniya sizga nima qilib berishini aytganmiz. Va bu yoqda conclusion va ismlar qolyapti. Umumiy qaraydigan bo'lsak, bu yoqda nechtali desak bo'ladi. 178 ta so'zli letter yozganmiz. Mana shunaqa. Ana endi savolinglar bo'lsa, aytsanglar bo'ladi. Savollar. If you have any questions, guys, you can ask. If you have any questions, you can ask. Sizlar shunaqa yozolmaysizlarmi endi, nima deysizlar? Tashlab beraman faylni, gap yo'q, sizlarga bitta bonuscha ham qilib beraman. Bu yoqda gap sizni vocabulary'ingizga va grammatikangizga bog'liq. Vocabulary bilan grammatikani to'g'ri ishlata olsangiz, любой letterni xuddi shunaqa strukturada yozasiz, C1ingizni olaverasiz. Vocab bilan lug'atimni tayyorlanishim uchun nima qilishim kerak ustoz desanglar, birinchi generalni yaxshi qilib olish kerak-da, multi-level o'qishdan oldin. Hozir bu multi-levelni shunchaki men sizlarga strukturasini ko'rsatdim, xolos. Strukturasini ko'rdi degani ichidagi narsalarni to'g'ri yoza oldi degani emas. Agar siz hali ham ikkilanib yurgan bo'lsangiz, birinchi ozroq grammatikani takrorlab olinglar. Lug'at boyliginglarni oshiringlar. Mana bir oycha General English o'qib, keyin aprelda полностью multi-level o'qib, struktura bilan tanishib topshirib chiqsangiz bo'ladi. Hanifaxon tayyor struktura beraman, 35 qo'yib beradi, bo'ladimi? Da nuqta qo'yiladi. Qolgan letterlarni ham shunday tushuntirib bering. Tushuntirib beraman, endi bitta bo'ladi. Bugun darsimiz complaint letters haqida. Oxirida ism birinchi, keyin familiya yozilmaydimi? Yo'q, uni farqi yo'q, unga umuman qarab o'tirmaydi. Essay qachon o'ta olasiz? Essay ana endi bugun masalan 7-kunimiz bo'lsa, где-то 23-24 kunlarda o'tiladi. Ramazon oyini oxirlarida. Nechta so'z bo'lishi kerak? 150 tadan oshishi kerak so'zlar soni. Oldingi kurslaringizda qatnashganman, keyin kanalda kuzatib yuribman. Rahmat sizga, self-studylar nomidan debdi. Muazzam, sog' bo'ling. Grammar Pro kursimda qatnashgan ekansiz. Dars har kuni ustoz, men birinchi marta kirdim bugunda. Dars har kuni marafon uyushtiryapman. Lekin afsuski ko'pchilik bilishmaydi va shuncha narsadan qolib ketishyapti. Qaranglar, men sizlarni mashq qilishinglar uchun mana shu faylga qo'shib turib, yana 20 tacha mavzuga complaint letter taxlab qo'yganman. Mashq qilib complaint letter yozib turib, ChatGPTdan feedback olsanglar bo'ladi o'zingizlarga. Mana shu faylni sizlarga men
Shunchaki bonus qilib tekinga tashlab beraman. Duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Xo'sh. Hozir. Tak. Complaint letters. Tashlab yuboryapman. Xo'sh, bolalar kursda ham xuddi shunaqa o'rgatgan bo'lardim. Hozir Ramazon oyida ham kursda ham примерно mana shunaqa dars olasizlar. Shu uchun tekin dars o'tyapman, shundan foydalanib qolish kerak. Ba'zilar marafon tekin ekan deb o'ylaydida, foydalanmaydida. O'zinglar bilasizlar bolalar, pul to'lab o'qisanglar ham men mana shu bilimni bergan bo'lardim deb borsa. To'g'ri, endi 2 soat siz bilan shug'ullangan bo'lardik, o'tirib uyga vazifalaringizni ham tekshirib bergan bo'lardim-u. Tak imkonini qilgan, xohlagan odam bu darsimizdan ham anchagina foyda ola oladi. Fayllargacha tashlab beryapman buni. Xo'sh, letterlarni qaysi formal, qaysi informalligigacha tushuntirib berdim bolalar. Masalan, so'zlarini tashlab berdim, darsi videosini ham tashlab beraman. Harakat qilsanglar, inshaalloh olasizlar bolalar. Xo'sh, demak, savolinglar boshqa bo'lmaydigan bo'lsa, bugun marafonimizni 7-kuni tugabdi. Marafonimiz 1 haftalik bo'pti. Xo'sh. Boshqa savolinglar bo'lmasa, dars tashlab beraman. Ertangi darsda ko'rishguncha bolalar. Listening, reading, poetry bilan davom ettiramiz ertaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.